Bekarga buni ko'rsatmadim. Bunda juda katta narsa bo'ladi. G'ishtni qirishligini o'ta baquvvat qiladi. Ko'z turganlarni sap-sap qoladi. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Hozir xom chiqish jarayonini ko'rsatdim. Bekarga haligi datchikni ko'rsatib o'tmadim. U datchik g'ishtni mustahkamligini ta'minlaydi. Masalan, bu g'isht ezilmasligini ta'minlaydi. Mana shu g'isht yangi chiqqan g'isht. Shu g'ishtlarni o'ta mustahkamligini o'sha datchik mustahkam qilib beradi xullas. Bu yoqda pishgan ishlarimiz yuklanish jarayonlari ketyapti. Hozir bunga 8,5 mingta yuklanyapti. Ranglarni ko'rganlaringdek atlasli holatda o'ta mustahkam binoda olishdi. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Vodiy bo'ylab yangi narsalarni yetkazib beryapmiz.